bosim uyushtiryapti o'zbekistonlik muxlislar Nurafkonga. Bu ham muhim. Hushtak chalindi, ruxsat berildi. Chiziqqa turib oldi Abduvohid. Nurafkon chap oyoqda zarba beryapti. Topganda yo'nalish topdi. Men qaytarib keltirgan. Ruhiyati ajoyib darajada. Hozir ham uradi mana shu zarbani golga aylantiradi Eldor. To'pga yaqinlashyapti. Zarbani amalga oshirdi, aldadi. Juda ham aniqlik bilan tepganda bu yerda. O'sha Muhammad Gorbani u ham loqiy jarohat olgach. Eronda zaxiradan maydonga tushganlar. Abduvohid hozir atayin bunday harakatlarni amalga oshirmoqda, raqibni ruhiyatini izdan chiqarishga harakat qilmoqda. Bu ham darvozabonlarda bor narsa. Demak, Gorbani va Abduvohid markazga debdi bu safar. Eronlik o'yinchi Muhammad Gorbani. Futbolchimiz odatda zarbalarni chap oyoqda beradi u. O'z klubining penalti tepuvchi o'yinchilari chalg'ishga urinyapti. Hozir qaytardi Beranvan bahsga qo'shilgan futbolchi. Muhaybib qaytardi. Abduvohid Ne'mat. Abdullayev jamoada juda bosiq, vazmin futbolchilardan biri. Gol kerak. O'zing yaxshi bilaman gol kerakligini. Bu safar ham aldadi darvozabon. Xuddi Eldor Shomurodov kabi. Faqat Eldor Shomurodov chap tomonga. Qani Abduvohid yana bitta. Nigohlar bu xuddi bokschilarda jangda oldin bir-biriga qarab turgan holati bor. Shunga o'xshaydi. Abduvohid qandaydir shu yerda ham yutib olish muhim. Demak, zarba yo'llandi. Bu safar Eron chempionati orqali ular bir-birini yaxshi bilishadi. Ashurmatov, Eronvan. Zarbasi aniq. juda ham aniqlik va kuchi bilan Raqib futbolchiga Milad Muhammadiy, Abduvohid Ne'matov. Milad zarbani amalga oshiradi. Ne'matov Qaytardi. Qaytarish tuguni mahkam ushlab oldi. Ne'matov. Do'stlar, ular jamoadoshlar sobiq va endi Hakim Almazgavoy hal qiladigan palla so'nggi zarba bo'lishi mumkin. Ishni amalga oshiryapti. Zarba gol! Gol! G'alaba! Yutdik! Eron terma jamoasini yana mag'lub etyapmiz. Ketma-ket ikkinchi bahsda o'yinning boshidan oxiriga qadar lekin darvozamizni ishg'ol eta olgani yo'q. Bu juda ham muhim narsa, juda ham muhim faktor. Chunki Eron darajasidagi jamoalar odatda bunaqa holatlarni qo'ldan chiqarib yuborishmaydi. Biz esa bugun imkoniyat bermadik. Bitta o'sha kamchilik bo'lib o'ynayotgan paytimizda bitta zarba bera olishdi. Xolos, o'sha zarbani ham Abduvohid Ne'matov bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. Align International Cup biz g'alaba qozondik. Yodingizda bo'lsa, o'sha Kafa Nations Cup'da raqib eronliklar bir kishgan bo'lib qolganda, ular himoyalanishgandi, lekin penaltilar seriyasigacha olib bormagandik va ba'zi o'sha muxlislarning fikri bo'lgandiki, raqib bir kishi kam edi deb. Mana